Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan akalarim, akalar. Bugun Ekogazda qilingan ishlar haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Akamiz Gentra mashinalarni olib kelishdi. Gentra mashinalarini zapaskalarni o'rniga 48 talik balon qo'yib beryapmiz aka. 48 lik balon taylarni shumka qilib qo'yib beryapmiz. Akamiz oldin metanda yurishga, metallarni olib tashladik. Metallarni hisoblab o'zimiz oldik. O'rniga propan ustanovka qilib beryapmiz akalar. Propanimiz bilan endi akamiz mazza qilib, sifatli harakatlanadilar. Zapravkaga ham kam kiraveradilar. Hop, akamizga ham original italyanskiy lavator reduktorlar qo'yib berdik. 190 kuchli, yaxshi shillenlar bilan akalar ustanovka qilib berdik. Akamizniki o'zim kompyuterlar Yevropa gaz ekan. Hop, qo'shimchasiga shu propan reduktor qo'ydik, shillenlarni qo'yib, zapravkachilarni qo'yib, yangi balon qo'yib berdik. Aka, mabodo sizlarda ham metallaring bo'lsa, aka, oqsalaring chiroyli qilib metallaringni yechib olib, o'rniga propan ustanovka qilib beramiz. Metallaringni o'zimiz hisoblab olib qolaveramiz akalar. Qimmat narxlarda. Bemalol kelishlaring mumkin. Aka, propanga o'tib oladigan joyi, propanga o'tib olsalaring ancha ekonom bo'ladi akalar. Mashinani yurishi ham ancha o'zgaradi, ancha sifatli propan. Xizmatlaringda Ekogaz bemalol tortinmay kelaverasizlar. Manzilimiz G'ishko'prikdan Chorsuga ketaverishda. Muzikani shkolaga yetmasdan Belan ofis to'g'risida qaroqchilik ko'chani boshida Ekogazlar biz akalar, kesalaring chiroyli qilib xizmat ko'rsatamiz. Hamma turdagi propan balonlardan bor akalar.